Патрон, садитесь. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bemorimiz Qozog'iston fuqarosi 1 yil oldin o'ng tomonlama endoskopik timpanoplastika, ya'ni o'ng quloq nog'ora pardasini yamaganmiz. Endoskop yordamida hozir qayta ko'rikka kelibdilar tekshirtirishga. Ya'ni qanaqadir bitta parda tekshirib bering deb hozir ko'ramiz. Galunjan aka, как слышите? Слух какая сейчас? Отлично. Отлично, да? Есть изменения, да? 100%. 100%, да? 100% o'zgarmayaptilar, eshitdim. Когда до операции он уже вообще не ещется. Operatsiya oldinma eshitmaganlar, o'ng quloq juda ham past eshitganlar, ya'ni. Hozir ko'ramiz operatsiyadan keyingi holatlarini. Hozir men tozaladim quloqlarni, sera bor edi menimcha. O'tib qolgan ekan, mana quloq holatlari. Ahmad beramiz, operatsiya qilgan qilingan, bular protez qo'yilgan ekan bularga. Demak, mana pardani holati. Biz protez qo'yganmiz va parda butun tiklaganmiz. Mana qon tomiri o'sib, juda ham ideal holatda turibdi. Alhamdulillah, juda ham yaxshi eshitishlari. Год прошло, да? Ровно, да? 10 августа. 10 августа было, да? Камень тоже что не скажете, да? Вот мы тоже сделали, да? Ну, тоже Одновременно, да? да? Опять аппарат. Третий. А нос посмотрите. Да, посмотрим. Благодаря Шавкату Картовичу меня здесь правое ухо совсем не слышало. После операции, сейчас ровно год прошел. Я очень благодарен, очень рад. Восстановился слух. Поэтому я рекомендую Шавкату Картовича у него лечиться. Спасибо вам. Вот после операции скапа не было, да? Сколько не было. Единственное, вот то, что чесалось иногда, вот хотелось почистить, но я боялся вообще не пробовать. Отлично. Отлично, вот. Спасибо вам. 100% идеально сейчас И состояние. дай Бог вам здоровья. Hozir biz gipsga ochib ko'rdik istoriyani. Bitta paytda ham burun operatsiya qilingan ekan. Bitta paytda ham septoplastika va timpanoplastika qilingan. Ikkita murakkab operatsiya bitta etapda bo'lgan. Alhamdulillah, juda ham zo'r rezultatimiz. Bemordan juda ham xursandlar. Xudo xolisa, это leva тоже сделаем, да? 90-91-yilda chap quloqdan operatsiya bo'lganlar, lekin teshik hali ham bor, eshik pastroq. Xudo xolisa uni ham bir yildan keyin kelaman deyaptilar operatsiyaga. Inshaalloh uni ham qilaveramiz. Счастливо вам.